3 oyda homilador bo'lmasa nima endi? Pul sassiq deb tashlab yuborish kerakmi? Haydab chiqarish kerakmi uyda? Yo'inki kelinimiz ketma-ketin qiz tug'ayotgan bo'lsa, u kelinimizni aybimi? Ataylab qaynanani asabiga tegishlik uchun shu ishni qilyaptimi? Xudo bersa, qiz bersa nima qilsin? Qo'lidan nima keladi? Nechun o'g'lim yo'q deb bo'larsan g'amgin, birodar Allohga shukrlar qilgin. Shuni ham bermasa nima qilarding? Haqiqiy kulfatni shunda ko'rarding deb turibdilar bu yoqda. Ko'rdik-ku hayoti dunyoda qora aka farzand bersa, farzandim o'lik tug'ilsa ham mayli deyotganlari bor. Farzandim tug'iliboq o'lsa ham mayli deyotganlari bor. Farzandim nogiron tug'ilsa ham mayli deb rozi bo'lib turganlari bor. Nimaga 7 yil, 8 yil befarzandlik ko'cha-ko'ydagi oshna og'aynini malomati, qo'shni quda-andalarning malomati suyakdan o'tib ketgan, hatto o'lik farzand tug'ilishga ham rozi bo'lib turibdi. Shundan ham bola tug'ildi-ku degan gap bo'lib, yuzim yorug' bo'lsa bo'ldi. Xudoy taolo 2-3 ta ketidan qiz berayotgan bo'lsa, nima endi qaynana bu qizni sassiq qilib haydash kerakmi? Shu qaynanani musulmon deb bilasizmi? Oilaviy mojaroga bordik. Nima mojaro desak, endi 5 yil, 6 yillik o'sha muammo, janjal oxiri taqalib kelgan. Qaynana aytayapti, qo'lini bigiz qilyapti-da, "Ey o'g'il" deyapti, "Ey bola" deyapti. "Mana buningni yo'qot, qurit" deyapti. "Buningni qurit" deyapti. "Meni ko'zim ko'rmasin, buni tezda talog'ini qilasan, 3 talog'ini berasan oldimda" deyapti. Men aytaman kuyovga, nima gap, nima muammo, nima xotining xiyonat qildimi, o'g'irlik qildimi, nima jinoyat qildi, nima gap desam,